Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun siz bilan ko'pchilikni o'ylantirib kelayotgan bir savol. Internetmi yoki kitob? Qaysi biri bizga yaqinroq mavzusida suhbatlashmoqchiman. Ko'pchilik internetni kitobdan ustun qo'yadi. Chunki u juda tezkor, buni inkor etmayman. Birgina tugmani bosish orqali dunyoning istalgan burchagidagi ma'lumotni topish mumkin. Ammo kitob o'qish bu shunchaki ma'lumot olish emas, bu san'at. Kitobni qo'lga olganimizda biz muallifning ichki olamiga sayohat qilamiz. Bu jarayon tafakkurimizni charxlaydi, qalbimizni ulg'aytiradi. Internetdagi qisqa xabarlar bilan cheklanib qolsak, fikrlarimiz ham shunday qisqa bo'lib qolmasmikan? Bizning maqsadimiz faqat axborot to'plash emas, balki mulohaza yuritish, chuqur bilimga ega bo'lishdir. Shu sababli kitob bizning ma'naviy qalqonimiz. Kelajakda texnologiyalar yanada rivojlanar, lekin kitobning o'rnini hech bir dastur bosa olmaydi. Menimcha, yechim juda oson. Internetni vosita, kitobni esa o'zimizni anglash manbai sifatida uyg'unlashtirishimiz kerak. Xulosa shuki, internet bizga tezlik bersa, kitob bizga chuqurlik beradi. Birinchisini ikkinchisidan ustun qo'ymay, ularni hayotimizda do'stlashtirsak, haqiqiy bilimli va zamonaviy inson bo'lib yetishamiz. Siz bu borada nima deb o'ylaysiz? Fikringizni izohlarda kutib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat.